melon in Uzbekistan is really fantastic. Ming quyosh o'lkasi Xorazm sizni ming yillik an'ana qovun sayliga taklif etadi. Bu xalq sayli faqat shirin qovunlar festivali emas. Bu Xorazmning yana bir turistik brendi. Sharq mehmonnavozligi namunasi, dehqonchilik, hunarmandchilik, milliy o'yinlar, san'at va madaniyat diplomatiyasining jonli sahnasidir. Har yili 7 iqlimdan minglab sayyohlar oshiqadigan bayramdir bu. Shu yilning 8-10 avgust kunlari qadim Ishan qal'a, mo'jizaviy Arda Xiva majmualari Xorazmning eng sara va nodir naf qovunlarining xushbo'yiga to'ladi. Tilyorar gurvagu, oq novvot va ko'k gulobilar ta'siroti O'zbekistondan dunyoga taraladi. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirish, qadim dehqonchilik tajribasiga zamonaviy ilmni uyg'unlashtirish, milliy madaniyatimizni tarannum qilish va xalqimizga unutilmas lahzalarni taqdim etish uchun ushbu sayl katta imkoniyatdir. Festivalda minglab mehmonlar, olimlar va dehqonlarning suhbatini oladi. Noyob qovunlardan tatib ko'radi. Mahalliy va xorijiy yulduzlarning shou-konsert dasturlarida ishtirok etadi. 8-avgust Ichan qal'ada Mustafa Checheli, Turkiya, DJ Megan, Belgiya, Hamdam Sobirov. 9-avgust kuni esa xuddi shu manzilda Johnny, Rossiya, DJ Dianella, Qozog'iston, Tohir Sodiqov sayl mehmonlari uchun chinakam bayram tuhfa etadi. 10-avgustda esa muhtasham Arda Xiva majmuasida Roza Zergerli, Ozarbayjon, G'ulomjon Yoqubov, Yulduz Turdiyeva, Gulsanam Mamazoitova va Xorazm yulduzlarining konsert dasturlari namoyish etiladi. Tadbirlar boshlovchilari Davron Qobulov va betakror Husnora Shodiyeva. Bu safar har doimgidanda boshqacharoq bo'ladi. Keling, mehmonimiz bo'ling. Qadim va navqiron Xiva sizni kutmoqda.